Keling, sizlarga hozir tushuntirib ketaman, nima uchun biz uylarimizni 2 haftaga turmasdan sotib ketyapti. Bu bizani 70 kvadrat 9-qavatda, esingizda bo'lsa, men buni karob holatda ko'rsatib ketdim. Bu yerda hozir oynasi 4 ta, полноценный 3 xona, studiyani qilmaganmiz, alohida oshxonasi. Bu yerda mana bu narsasini qo'ydik, ya'ni erta hid chiqmasligi uchun ovqatga. Bu yerda bizda hozir do'la surilib tur. Встроенный холодильник, alohida двухконтурный котелni Aristonga o'rnatilgan va umumiy 70 kvadratda o'zida hamma joylari teplopol, bemalol regulirovать qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda shkafa, nimadir kerak bo'lsa, mayda chudlik qilib qo'ysanglar bo'ladi. 3 ta konditsioner, детскийdan tashqari qilmaganmiz. Fasad tizimi yegir, bemalol yursanglar bo'ladi. Agar biz hozir laminatni bu o'ziga yetgan bo'lsa, laminatni bu shvetsarniki ishlatilgan. Aboylarimiz rossiyskiy, sanuzolda italyanskiy kafelni qildik. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Bu yerda natijnoya bittasini prozrachniy, bittasini oddiysini ishlatganmiz, imni dizayni uchun. Xo'p, bu yerda hozir o'zimga nimasi yoqyapti? Mana oddiy mebel vili, lekin mana shu material 80 ming marta bemalol turib o'tirsanglargina kачествоsi o'ladi. Ungacha umuman hech narsa bo'lmaydi. Katta yotoqxonasi, bunaqa встроенный shkaf va bu yerda детский. Faqatgina bitta bola uchun. Agarda bolalar ikkita bo'lsa, o'g'il bola bemalol yana bitta уровень qo'rsanglar bo'ladi. Zakaz qilsanglar bemalol sizlarga qilib beramiz. Bu imенно xonadon nimasi yoqadi? Vid. Vid juda ham zo'r. To'g'rimi Akrom? Da. Vid shkarniy. Mana bundoq tog' ko'rinadi. Kechki payt ham juda ham ideal. Agarda sizlar o'zingizlar bilsanglar, bu yerda narx-navo kamida 150, 145 dan boshlanadi. Biz uyimizni narxini 134 qilib qo'yganmiz. Kelinglar, ko'ringlar, agar sizlarga jiz etsa, yoqsa, bemalol savdolashib baraka qilamiz.